Google akkauntni udalit qilishni o'rganamiz. Buning uchun biz nastroykaga kiramiz. Nastroykadan Google degan joyni topib olamiz. Bu yerda akkauntlaringizni o'zgartirsangiz bo'ladi, boshqa akkauntlaringizga qo'yib. O'chirmoqchi bo'lgan akkauntingizni bosib turib, ichiga kirib, "Управление akkaunt Google" ga bosamiz. Bu yerdan mana shu joyga bosamiz. Bu yerdan pastroqqa tushamiz. Pastroqda ikki xil nima bor. Bittasi Google'ning servislari, ya'ni foto, bu yerda nima, kalendar, shularga ulangan-ku, yoki YouTube ga ulangan. Shuni o'chirsa bo'ladi. Shularni umumiy o'chirib tashlasa bo'ladi. Yana bittasi umumiy akkauntning o'zini, "Удаление akkaunt Google". Shunga bitta bosib, umumiy akkauntning o'zini o'chirib yuboradi. Bu mana shu akkauntimga ulangan servislar, ya'ni Gmail, YouTube, kalendar, Play Market ulangan ekan. Bu yerda ikki xil o'chirish bor. Bu yerda siz narsa sotib olgan bo'lsangiz, mana shu akkauntingiz orqali birorta platniy programma sotib olgan bo'lsangiz, o'shalarning nimasiga rozichilik berasiz va ikkinchisi har doim butunlay umumiy qaytarib bo'lmaydigan qilib o'chirsa bo'ladi. O'chiraman deb shunga bitta bossangiz, umumiy qaytarib bo'lmaydigan bo'lib o'chadi. Udalitni bosasiz, bo'ldi, o'chib ketadi. Bu yerdan boshqa nima, через YouTube kirsa bo'ladi. Bu "Управление akkauntga bu yerga bosasiz. Bu yerda o'zingizning nimangiz bor, kanalingiz nimasi. Shu yerdan "Akkaunt Google" degan joyga bosasiz. Xuddi boyagi nastroykaga kirib ketadi. Mana boyagi joy chiqib keldi. Bu YouTube nima, bu boshqa akkaunt. Agar buni almashtirmoqchi bo'lsangiz, bu yerga bosasiz, boshqa akkauntlaringizga o'tib, o'sha nastroykasiga kirib o'chirib tashlasangiz bo'ladi, agar sizda akkaunt ko'p bo'lsa.